Texnologik mashina va jihozlar yo'nalishi hozirgi paytda eng ko'p tarqalgan yaxshi ixtisosliklarga mos bo'lgan yo'nalishdan hisoblanadi. Mana bunga misol qilib ko'rishimiz mumkin. Mana qayerda mashina va jihoz degan narsalar bo'lsa, shu joylarda biz mutaxassis ishlash mumkin. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Mana masalan, mashinalari har bitta detallari bu samolyotda bo'ladimi, kорабльda bo'ladimi, mashinasozlik dastgohidami, to'qimachilik deymizmi? Demak, hamma sohada ham detallar bir-biriga o'xshash. Ya'ni ular hammasi val deymiz, tishli g'ildirak deymiz, bolt, gayka va shunga o'xshagan bir xil detallardan tashkil topgan. Ularni demak loyihalash, hisob-kitob qilish, bularning hammasi o'xshash bo'ladi, bir xil bo'ladi. Demak, biz yo'nalishga kirgan talabalarimiz, demak, mana shu jarayonlarni, demak, o'qish jarayonida biz o'rgatamiz, o'qitamiz, ko'rsatamiz. Demak, ularni tayyorlashni o'rgatamiz. Natijada bu kasbni mutaxassisini yaxshi egallagan inson bu faqat o'zimizni u yerda ixtisosiy yo'nalishda nomi ko'rsatilgan joyda emas, qolgan yo'nalishlarga ham borib qo'shimcha ravishda o'rganib, malakasini oshirib ishlash imkoniyatiga ega. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Mana hozir bizni yo'nalishni bitirgan talabalarimiz Germaniyalarda payvandlash boshqa ishlari bilan shug'ullanyapti. Koreyada kорабль sohasida qurilishda ishlayotganlar bor yoki Toshkentdagi lift ishlab chiqarish korxonasida konstruktor bo'limlarida, mana imzo akfa ishlab chiqaradigan korxonalardagi konstruktor va ularni ishlab chiqarish korxonalarida aynan bizni yo'nalishdagi talabalardan bir qanchasi ishlab kelmoqda. Bizni yo'nalishni bitirgandan keyin bemalol o'zingizni yo'nalishni topib ketishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Rahmonqulov Bahriddin, Namangan davlat texnika universiteti o'quvchisiman. Ayni damda Ilbek rahbarimiz tomonidan berilgan ilmiy ish kondenser loyihasini 3D formatda yaratyapman. Aynan prezidentimiz muhandislik sohasiga berayotgan imkoniyatlari va ularga qaratilgan e'tiborlari juda katta o'rin olyapti va bu o'z natijalarini ko'rsatishda davom etyapti. Bizning institutda mexanika parki mavjud bo'lib, bu yerda turli xil dastgohlardan talabalar amaliyot jarayonlarida foydalanishlari mumkin va bu kelajakda talabaning yetuk kadri bo'lib yetishi uchun xizmat qiladi. Bizga yaratilgan bunday imkoniyatlardan foydalangan holda yoshlarimiz kelajakda muhim kasblarni egallashni istardim. Men Husanboyeva Xurshida, Mexanika fakulteti Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabasiman. Loyihalash, ishlab chiqarish, ya'ni mashinasozlik texnologiyasi va ulardan foydalanishning sir asrorlarini o'rganib kelmoqdamiz. Men bu fan yordamida har xil shtamplarni yaratishni o'rgandim va shu kabi separator apparatlarni loyihalashni o'rgandim. Bu yerda sho'tkali baraban joylashgan. Sho'tkali baraban arrali barabandan kelayotgan paxta tolalarini ajratib olyapti. Biz bu loyiha ustida ishlayapmiz. Assalomu alaykum. My name is Muhammad Rizu. I am from Bangladesh. Currently, I am studying here in Namangan State Technical University. My major is mechanical engineering and technological machine and equipment. I am learning here. Education is very good and I am learning from this university new technology and engineering field is very good here. That's why I feel proud to study here. Our teacher and professor is also capable to study for international student, so you can learn here a lot of technology and engineering field is very good here. So I appreciate this university for admission me and giving the chance for study here. So our another thing is our dormitory is also very good for living for international student, and this university is top ranking university in Uzbekistan. So I feel very well in this university for study here. That's it. Shu mashinasozlik texnologiyasi sohasi mutaxassisi albatta mashinasozlik texnologiyasini bilish kerak, IT texnologiyani bilish kerak, iqtisodni bilish kerak, soliqni
yuridikani, ekologiyani va o'sha soha texnologiyani bilish kerak. Sababi har bitta mahsulot ishlab chiqarish uchun, ya'ni ularni boshqarish dasturi, ya'ni IT texnologiya asosida ularni dasturlarni tuzish bo'yicha va mahsulotimizni iqtisodiy ko'rsatkichini samarali bo'lish uchun iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni uni ishni tashkil qilishda va mahsulot ishlab chiqarishda belgilangan tartib qoidada mahsulot sotish uchun soliqni qonun qoidalarini bilish kerak va tashkilotni, mahsulotni ishlab chiqarish tashkilotni demak yurgizish uchun albatta o'ziga yarasha bo'lgan yuridik ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Undan tashqari ishlab chiqarish sohasida demak ekologiyani albatta birinchi o'rinda hisobga olishimiz kerak bo'lgan bilimlarga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mashinasozlik texnologiyasi bo'yicha mutaxassislar yuqori darajada tayyorgarlik qilish uchun yuqorida aytganimdek ko'plab bilim, ilm va katta hajmdagi bilimlarga ega bo'lish kerak. Statistika shu narsa ko'rsatyaptiki, shu oxirgi 5 yilda bizning sohamizda muhandislik sohalaridagi bitiruvchilarning ishga kirishi asosan shu 40 bilan 60% atrofidagilar, demak, o'zini sohasi bo'yicha ishga kirgan bo'lsa, 30%, 45% atrofidagilar esa boshqa yo'nalishdagi, boshqa sohadagi ishlarga yoki umuman sohasiga yaqin bo'lmagan sohalarda ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunga asosiy sabablardan birisi, demak, ana shu bitiruvchilarimizni, muhandislik sohalaridagi bitiruvchilarimizni nafaqat bilimlariga, ya'ni hard skillga, balki ularning ko'nikmalariga, kompetensiyalariga ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni soft skillga ham e'tibor berishimiz kerak. Hammamizga ma'lumki, har qanday sanoatda, har qanday tovar ishlab chiqarishda turli xil jihozlardan, mashinalardan foydalanadi. Bizni kafedramizda bitiruvchilari, talabalari viloyatimizda, respublikamizda qo'llanilayotgan to'qimachilik, paxta sanoati, yengil sanoat, mashinasozlik korxonalarida dagi jihozlarni loyihalash, ularni ekspluatatsiya qilish masalalarini o'rganishadi. Bu dargohda juda ham ko'plab malakali, yuqori salohiyatga ega bo'lgan ustozlarimiz mehnat qilishdi. Ko'plari olamdan o'tib ketishdi. Men shu kafedrada shu ustozlardan ushbu yo'nalishda tahsil olganimdan, ta'lim olganimdan, shu bilim sirlarini egallaganimdan juda ham xursandman. Hozirgacha shu darajaga kelishimga shu ustozlarimiz sababchidir degan fikrdaman. Bundan tashqari kafedramiz tekstil, mashinasozlik, oziq-ovqat va boshqa iqtisodiyotning turli jabhalari uchun ko'plab kadrlar yetishtirib berib kelmoqda. Hozirgi kunda bizni yetishtirib chiqargan kadrlarimiz nafaqat respublika, mahalliy ishlab chiqarish korxona yoki tashkilotlarda, balki xorijiy kompaniyalarda ham samarali mehnat qilib kelmoqdalar. Endi kafedra laboratoriyalari, umuman ta'lim jarayoni haqida gapiradigan bo'lsak, demak, hozirgi kunda butun respublika bo'yicha barcha texnika oliy ta'lim muassasalaridan qolishmaydigan kafedramiz qoshida ilmiy o'quv laboratoriyalari, ularda zamonaviy jihozlar ishlab turibdi. Talabalarni, ilmiy tadqiqotchilarni demak ta'lim olishlari va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishlari uchun juda ham keng sharoitlar mavjud. Shu bilan birga bizni kafedramiz juda ham ko'p hamkorlik shartnomalarini imzolagan bo'lib, bular jumlasiga respublikamizdagi zamonaviy yirik korxonalar hamda Belarus, Rossiya Federatsiyasi, Malayziya, Janubiy Koreya, Turkiya, Italiya kabi oliy ta'lim muassasalari ham kiradi. Kafedra o'qituvchilarimiz esa shu hamkorliklar natijasida xalqaro tajribalarga ega bo'lib, hamkorlik doirasida xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan o'quv uslubiy ilmiy tadqiqot ishlari bo'yicha doimiy ravishda aloqalarni amalga oshirib kelmoqdalar. Biz uchun eng muhim jarayonlardan biri bu ilmiy tadqiqot ishlaridir. Kafedramizda energiya tejovchi, resurs tejovchi
takomillashtirilgan mahalliy xom ashyolardan foydalangan holda ishlab chiqilgan texnika va texnologiyalarni joriy qilishga katta ahamiyat berib kelinadi. Hozirgi kungacha bizni olimlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan va takomillashtirilgan turli xil mashinalar va jihozlar iqtisodiyotimizni bir nechta korxonalarda samarali ishlab kelmoqda. Umuman olganda texnologik mashina va jihozlar kafedrasi bu nafaqat bilim olinadigan joy, balki tashabbuslarni qo'llab-quvvatlanadigan, yangi g'oyalar tuziladigan va kelajak muhandislarni shakllantiriladigan bilim markazi deb hisoblayman.